Bugun biz SAT natijamizni Rush Reporting orqali bilim va malakalar baholash agentligiga jo'natishni o'rganamiz. Buning uchun biz MySatga o'tib olamiz. College akkauntimizga kirib olganimizdan so'ng va SendScore'ni tanlaymiz. SendScore'ni tanlashimizdan oldin bizda albatta natija chiqqan bo'lishi kerak. Mana biz SendScore'ni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng bizda ushbu ko'rinishdagi oyna chiqadi. Mana bu yerdan Select and Send Available Scores'ni bosamiz, tanlab olamiz. Tanlab olganimizdan so'ng Continue tugmasini bosamiz. Biz bilim va malakalarni baholash agentligiga jo'natayotganimiz uchun 35787 DI kodini kiritishimiz kerak bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaylik. Yana qaytaraman. 35787. Mana shunda bizda bilim va malakalarni baholash agentligi ga jo'natish kelib chiqadi. Bu ularning DI kodi hisoblanadi. Va mana bilim va malakalarni baholash agentligini tanlab olganimizdan so'ng Continue tugmasini bosamiz va Choose Score, ya'ni o'z natijamizni tanlashimiz kerak bo'ladi. O'z natijamizni tanlab olganimizdan so'ng yana Continue'ni bosamiz va yana Continue'ni bosganimizda mana ko'rib turibsiz, bu yerda standart va Rush holati turibdi. Shu yerdan biz Rush'ni tanlaymiz. $31 qo'shimcha haq to'laymiz buning uchun va umumiy holatda subtotal bo'ladi $15 va shipping uchun $31, umumiy $46 to'lashingiz kerak bo'ladi. Pay'ni tanlasangiz, sizda Visa karta kiritishingizni so'raydi. Visa karta orqali to'lov qilib, bemalol natijangizni tasdiqlatib, o'qishga hujjat topshirishga